Savol: ayol hayz paytida Qur'on o'qishi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Fuqaholarning jumhuri hayzli ayolning to poklangunicha yoddan Qur'on o'qishi harom ekanini aytishgan. Ammo ba'zi oyatlarni faqat zikr va duo sifatida tilovat maqsad qilinmagan holda o'qish bundan mustasno. Ayrim ulamolar hayzli ayol mushafni ushlamasdan yoddan Qur'on o'qishi joiz degan fikrni ham aytishgan. Bu Imom Malikning mazhabi va Imom Ahmaddan kelgan rivoyatlardan biri bo'lib, buni Shayxul Islom ixtiyor qilgan va Shavkoniy ham quvvatlagan. Hayzli ayolning mushafni ushlab Qur'on o'qishiga kelsak, ulamolarning ikki fikridan ustun bo'lgani tahoratsiz kishining mushafni ushlashi harom ekanidir. Alloh taoloning quyidagi oyatining umumiyligi bunga dalil bo'ladi. La yamassuhu illal mutahharun. Uni faqat tahoratli, pok kishilargina ushlarlar. Voqea surasi 79-oyat. Shuningdek, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Yaman ahliga yozgan Amr ibn Hazm maktubida Qur'onni faqat pok kishi ushlasin deganliklari ham bu fikrni quvvatlaydi. Endi batafsil javobga o'tamiz. Bu masalada ulamolar ixtilof qilishgan. Aksariyat fuqaholar hayzli ayolning hayz paytida toki poklangunicha Qur'on o'qishi harom degan fikrda. Bundan faqat zikr va duo sifatida tilovat maqsad qilinmagan holatlar mustasno. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Robbana atina fid dunya hasana kabi Qur'onda kelgan va umumiy zikrga kiradigan oyatlarni aytish. Ular hayzli ayolning Qur'on o'qishini man qilish uchun quyidagi dalillarni keltirishgan. Hayzli ayol g'usl qilishi lozim bo'lgani jihatidan junub kishiga o'xshashdir. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam ularga Qur'on o'rgatardilar va u zotni Qur'ondan faqat junublik to'sar edi. Bu hadisni Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Huzaymalar rivoyat qilishgan. Imom Termiziy bu hadis hasan sahih deganlar. Hofiz Ibn Hajar sahihroq qavul shuki, bu hadis hasan bo'lib hujjatga yaroqlidir deganlar. Ibn Umardan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam la taqra'il haydu walal junubu shay'an minal Qur'an. Hayz ko'rgan ayol ham, junub ham Qur'ondan biron narsa o'qimasin deganlar. Bu hadisni Imom Termiziy, Ibn Majah, Doriqutni va Bayhaqiylar rivoyat qilishgan. Bu hadis zaif, chunki u Ismoil ibn Ayyoshning Hijozliklardan qilgan rivoyati bo'lib, uning Hijoz ahlidan rivoyatlari zaif sanaladi. Shayxul Islom aytadi, bu hadis ilmini biluvchilarning ittifoqi bilan zaifdir. Ayrim ulamolar hayzli ayolning Qur'on o'qishi joiz degan fikrni bildirishgan. Bu Imom Malikning mazhabi va Imom Ahmaddan kelgan rivoyatlarning biri bo'lib, buni Shayxul Islom ixtiyor qilgan va Shavkoniy ham ushbu fikrni quvvatlagan. Ular quyidagi dalillarni ilgari surishgan. Birinchidan, Qur'on o'qishda asl hukm bu amalning joizligi va halol ekani bo'lib, buni man qiluvchi dalil bo'lmaguncha hukm o'z kuchida qoladi. Hayzli ayolning Qur'on o'qishini man qiluvchi dalil yo'q. Shayxul Islom aytadi: hayzli ayolni Qur'on o'qishdan man qilish haqida sahih va ochiq dalillar kelmagan. Yana aytadi: ma'lumki, Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam davrlarida ayollar hayz ko'rishar, ammo u zot ayollarni Qur'on o'qishdan qaytarmasdilar, xuddi zikr va duodan qaytarmaganlaridek. Ikkinchidan, Alloh taolo Qur'on tilovat qilishga buyurgan. Uni qiroat qiluvchini maqtagan va unga ulkan savob va buyuk mukofot va'da qilgan. Shunday ekan, faqat dalili bor kishigina Qur'onni tilovat qilishdan man qiladi, ammo yuqorida aytganimizdek, hayzli ayolning Qur'on o'qishini man qiluvchi dalil kelmagan. Uchinchidan, Qur'on o'qishdan man qilinishida hayzli ayolni junub kishiga qiyoslash o'xshamagan qiyoslashdir. Chunki junub kishi bu to'siqni g'usl qilish bilan o'z ixtiyori ila bartaraf etishi mumkin. Ammo hayzli ayol bunday qila olmaydi. Shuningdek, hayz odatda uzoq vaqt davom etadi, junub kishi esa namoz vaqti kelganda g'usl qilishga buyurilgan.
4-dan hayzli ayolni Qur'on o'qishdan man qilish unda ajrning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Balki Qur'onning bir qismini unutish xavfi tug'iladi yoki o'qitish yoki o'rganish holatida o'qishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Yuqoridagilardan hayzli ayolning Qur'on o'qishi joiz degan fikrning dalillari kuchli ekanligi ma'lum bo'ladi. Agar ayol faqat yodlagan suralarni unutish xavfi bo'lgandagina o'qish bilan cheklansa, ehtiyotliroq yo'lni tutgan bo'ladi. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa shuki, yuqorida keltirilgan fikrlar hayzli ayolning Qur'onni yoddan o'qishiga tegishli. Mushafdan o'qishga kelsak, buning boshqa hukmi bor. Ulamolarning ikki fikridan quvvatliroq bo'lgani tahoratsiz kishining mushafni ushlashi harom ekanidir. Alloh taoloning quyidagi oyatining umumiyligi bunga dalil bo'ladi. La yamassuhu illal mutahharun. Buni faqat tahoratli, pok kishilargina ushlarlar. Voqea surasi 79-oyat. Shuningdek, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Yaman ahliga yozgan Amr ibn Hazm maktubida Qur'onni faqat pok kishi ushlasin deganliklari ham bu fikrni quvvatlaydi. Ushbu hadisni Imom Malik, Nasoiy, Ibn Hibbon va Bayhaqiylar rivoyat qilgan. Hofiz Ibn Hajar aytadi: Bir qancha imomlar bu hadisning mashhurligi jihatidan sahih deganlar. Imom Shofiy aytadi: Ularning oldida bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maktubi ekanligi sobit bo'lgan. Ibn Abdul Bar aytadi: Bu maktub sirat ahli nazarda mashhur, ilm ahli nazarda ma'lum bo'lib, mashhurligi uni isnoddan behojat qiladi. Chunki odamlar uni qabul va ma'rifat bilan qarshi olganlari sababli u mutawatirga o'xshaydi. Shayx Alboniy ham bu hadisni sahih degan. Shuning uchun agar hayzli ayol mushafdan o'qimoqchi bo'lsa, u mushafni undan ajralgan narsa, masalan, pok latta bilan ushlaydi yoki qo'lqop kiyadi yoki mushaf varaqlarini tayoqcha bilan yoki qalam kabi narsa bilan varaqlaydi. Mushafning unga tikilgan yoki yopishtirilgan muqovasi ham ushlashda mushaf hukmiga kiradi. Vallohu a'lam.